Kuniga 1000 ta so'z yodlab, speakingda qo'llashning top 3 ta texnikasini o'rgataman. Bundan tashqari, qiymati $200 ga teng bo'lgan speaker kursi hamda mashhur psixolog Iman Ahmedovnaning dangasalikdan xalosman kursini ham tekinga olishni o'rgataman. Buning uchun videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Keling esa hozir so'z yodlashdagi ikkita qahramonimizning xatolarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu Nappi Eilish, bu mening o'rtog'im. U har kuni 100 talab so'z yodlaydi, lekin speakingda ularni qo'lla olmaydi. Ya'ni ko'pchiligi passive vocabulary bo'lib qoladi. Va shuning uchun so'zlarni taniydi, lekin o'zini ishlata olmaydi. Ikkinchi xatosi, uning muammosi esa har kuni 100 talab so'z yodlaydi, lekin ertasi kuni hammasini esdan chiqarib yuboradi. Uchinchi muammosi bo'lsa, so'zlarni tarjimasi bilan yodlaydi va tarjimasini ayta oladi, lekin alohida ko'rgan paytida esa ularni esla olmaydi. Va keyingisi esa bu juda ham ko'p so'zlar yodlaydi, lekin bitta so'zni qayta va qayta ishlataveradi. Masalan, very good so'zini hamma gaplarda ishlataveradi. Uni o'rniga fantastic, awesome, amazing degan so'zlarni ishlatish esa kallasiga kelmaydi. Endi esa ikkinchi qahramonimiz bu bizni Sattarino, juda ham kelishgan yigit va uning vocabulary'dagi asosiy xatolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi uning, ya'ni muammosi so'zlarning turlarini yaxshi ajrata olmaydi. Ya'ni qaysi biri verb, qaysi biri noun ekanligiga e'tibor bermaydi. Masalan, he's successful deyish o'rniga he's success qilib qo'yadi. Ya'ni u omadli, muvaffaqiyatli deyish o'rniga he's success, u muvaffaqiyat degan noto'g'ri gapni ishlatib qo'yadi. Va ikkinchi uning qiladigan muammosi esa bu gapirishda xato qilishdan qo'rqadi, uyaladi, so'zlarni ishlatishdan qo'rqadi. Shuning uchun ham ko'p holatlarda gapirmaydi. Va uchinchi qiladigan xatosi yoki bo'lmasa muammosi esa so'zlarni tasodifiy o'rganadi yoki yodlaydi. Masalan, bugun kitob degan so'zni o'rgandi, ertasi kun daraxt degan bir-biriga bog'liq bo'lmagan so'zlarni o'rganadi. Shuning uchun ham ularni qanday ishlatishni bilmaydi. Va keyingisi esa so'zlarni asosan yozma shaklda biladi, talaffuzini esa tanimaydi. Ya'ni yozganda, ko'rganda taniy oladi, lekin uni eshitganda esa taniy olmaydi. Va oxirgi muammosi esa so'zlarni yodlaydi, lekin ular bilan birga gap tuza olmaydi. Endi esa ayting, sizda qaysi bir muammo bor? Yoki siz Nappi Eilishmisiz yoki Sattarinamisiz? Menimcha bu muammolarning deyarli barchasi sizda bor, chunki hozirgi kunda so'z yodlash bu o'quvchilardagi eng asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bugun esa biz mana shu muammolaringizga bitta zo'r yechim beradigan, kuniga 1000 talab so'zni yodlab, esdan chiqarmasdan speakingda bemalol ishlata olishingizga yordam beradigan va ma'nosini tushunib ishlatishingizga yordam beradigan zo'r texnikalarni birgalikda o'rganib olamiz. Va keling, birinchi texnikamizni ko'rishdan oldin sizga rasmlar asosida money, ya'ni pul mavzusidagi so'zlarni ko'rib chiqamiz va qay darajada ularni eslay olasiz, yo'q, shularni birgalikda tahlil qilamiz. Demak, birinchi rasmimizda ko'rib turibsiz, bitta qiz o'tiribdi, she's crying, yig'layapti and she doesn't have money va unda pul yo'q. Xo'p, ingliz tilida pulim yo'q degan so'zni yoki gapni qanday aytsangiz bo'ladi? Demak, agar ko'pchilik mana shu savolni berganimda aytadi, she has no money. She has no money. Menimcha bu gap sizni ham xayolingizga keldi, chunki mana shu yerda ham siz aktiv va passiv vocabularyni ajratib olishingiz mumkin. She has no money bu sizdagi aktiv vocabulary hisoblanadi, lekin bizda yana bitta zo'r ibora bor, pulim yo'q deganda ishlatiladigan. Bu she is broke degan ma'noni bildiradi. Ya'ni to be broke degan iboramiz bor va bu ibora borligini ko'pchilik biladi yoki bilgan taqdirda ham esiga kelmaydi yoki ishlata olmaydi. Va demak, eslab qoling, she is broke degani bu puli yo'q degan ma'noda kelar ekan. To be broke puli yo'q bo'lmoq degan ma'noni bildiradi. Endi esa juda ham chiroyli bo'lgan couple, ya'ni juftligimizga o'tamiz. Menimcha bularni siz taniysiz. Keling endi shu to'yga, ya'ni Munisa Rizayevaning to'yiga biz to'yona yig'amiz degan gapni aytib ko'ramiz. Ingliz tilida shu gapni qanaqa aytgan bo'lardingiz? Pul yig'amiz yoki to'yona yig'amiz degan gapni qanaqa aytgan bo'lardingiz? Agarda let's gather some money for Munisa Rizayeva's wedding desangiz, bu juda ham oddiy gap bo'lib qoladi. Bizda buning uchun ishlatiladigan maxsus so'z bor, ya'ni maxsus fe'limiz bor. Bu chip in degan, to chip in degan fe'l ishlatiladi. Va bu gapni biz aytishimiz mumkin. Let's chip in for her wedding. Let's chip in for her wedding degani let's, qani, ketdik, chip in, yig'amiz,
For her wedding degani esa uning to'yi uchun. Ketdik uning to'yi uchun to'yona yig'amiz degan ma'noni bildiradi. Va chip in degani bu pul yig'moq degan ma'noda kelar ekan. Asosan qandaydir tadbirlar uchun yig'ishingiz mumkin. Endi esa keyingi rasmga o'tamiz va bu yerda siz yana bitta chiroyli couple, ya'ni juftligimizni ko'rishingiz mumkin. Afsuski bu odamimiz he's a bit older, ozgina yoshlari kattaroq, and she is a bit than him. Va undan ozgina yoshroq. Va bu ayolga nisbatan sizda qanaqa so'z hayolingizga kelishi mumkin? Ya'ni asosan o'zidan katta erkaklar bilan pullarni ishlatishni yaxshi ko'radigan ayollarga chet elda bizda yoki bitta so'z ishlatiladi va bu so'zni ingliz tilida siz gold digger deb nomlashingiz mumkin. Gold digger. Dig degan so'z bu qazimoq degan ma'noni bildiradi. Gold esa oltin, oltin qazib oluvchi, ya'ni pulini kimningdir pulini sovuruvchi degan ma'noda ko'proq ishlatiladi. Eslab qolasiz, gold digger demak pul kimningdir pulini asosan o'zida yosh kattalar bilan yuradigan va ko'p pul ishlatadigan ayollarga nisbatan ishlatiladi va bu gapni siz she is a gold digger. She is a gold digger deb ishlatishingiz mumkin ekan. Va keyingi so'zga o'tamiz. Menimcha bu so'z ham esingizda qoldi. Bu ham siz taniydigan mashhur aktrisalarimizdan bittasi va yaqinda uning to'yi bo'ldi, agar bilsangiz, va bu yerda siz sarpa degan so'zni ishlatishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, uni orqa qismida demak har xil to'yonaga yig'ilgan, to'yga yig'ilgan narsalar turibdi va bularni biz birgalikda sarpa deyishimiz mumkin. Xo'sh, ingliz tilida sarpa degan so'z bormi o'zi va bo'lsa u nima deb o'ylaysiz? Albatta bor, ingliz tilida ham bunday so'zimiz bor. Ingliz tilida buni biz dowry deb nomlaymiz. Dowry. Qaytaring. Dowry. Demak dowry degan ekan sarpa va endi sizni esingizda qoladi. Demak dowry, sarpa degan so'z ko'pincha siz eslamoqchi bo'lganingizda mana shu Feruza Normatovani eslab qolasiz. Va endi esa keyingi so'zimizga va oxirgi so'zimizga o'tamiz. Bu yerda demak paycheck to paycheck degan iboramiz turibdi. To live demak to live paycheck to paycheck degani esa bu oylikdan oylikgacha yashamoq degan ma'noni, ya'ni zo'rg'a kun ko'rish, oylikdan oylikgacha zo'rg'a yetkazish degan ma'noni bildiradi. Demak, hozir biz siz bilan adashmasam 5 ta so'z, ya'ni to live paycheck to paycheck, dowry, gold digger, chip in hamda to be broke so'zlarini birgalikda ko'rib chiqdik. Endi sizga savol. Mana shu so'zlardan nechtasi esingizda qoldi? Izohlarda yozing, yaxshilab o'qib chiqaman. O'ylaymanki, menimcha bu so'zlarning hammasini eslab qola oldingiz, chunki hozir biz rasmlar asosida yoki sizni xayolingizga qanday rasmni keltirish orqali so'zlarni eslab qolishingizga yordam berdim. Va mana shunday yodlash usuli, so'zlarni o'rganish usuli bizda associative learning yoki associative learning deb nomlanadi. Xo'p, endi esa keling bunday usulda so'z yodlash nimaligini yaxshilab tushunib olamiz. Bilasizki, nimaga biz so'z yodlaymiz o'zi deydigan bo'lsangiz, albatta biz ularni gapirgan paytimizda ishlatish uchun yodlaysiz. Alohida masalan so'zni o'zini yodlashdan foyda yo'q. So'zni yodlashda asosiy maqsad bu speakingda ularni qo'llay olish hisoblanadi. Speaking o'zi nima deydigan bo'lsak, speaking bu qanaqadir situation, maxsus holat hisoblanadi va mana shu holatga mos bo'lgan so'zlarni ifodalab gapirishimiz esa bu bizni qandaydir vaziyatni tasvirlashimiz esa mana shu speaking hisoblanadi. Lekin biz nima qilamiz? Teskarisini bajaramiz. Ya'ni birinchi bo'lib qandaydir so'z yodlab olamiz. To'g'rimi? Va so'z yodlab olganingizdan keyin qandaydir vaziyatda shu so'zlarni ishlatishga harakat qilasiz. Va o'sha ishlatgan paytingizda shu so'zlar esingizga kelmaydi. Chunki sizni asosiy qilayotgan xatoingiz bu yerda birinchi bo'lib so'z yodlab, keyin ularni vaziyatda ishlatishga harakat qilishingiz hisoblanadi. Aslida esa siz uni teskarisini bajarishingiz kerak. Ya'ni birinchi bo'lib topic vocabulary'ni o'rganasiz, ya'ni ma'lum bir vaziyatda so'zlarni ko'rib o'rganasiz va keyin shu vaziyatga qo'yib, shu so'zlar bilan gap tuzishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi esa keling oldingi ko'pchilik yodlaydigan eski metod asosidagi so'z yodlash va bugungi metodimizni tahlil qilamiz. Ya'ni bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Menimcha bu metodda siz ham yodlaysiz so'zlarni. Ya'ni oldinlari men o'zim yoshligimda ham xuddi shunaqa qilib yodlaganman. Nima qilardik? Birinchi yangi so'zni o'zini yozib olardik. Masalan, flower so'z yozdik. Nima qilardik? Yoniga tarjimasini yozib qo'yardik. To'g'rimi? Masalan, flower gul, sad xafa, think o'ylamoq deb
tarjimalari bilan yozib qo'yardik va ularni keyinchalik ishlatishga harakat qilgan paytimizda ko'pchilik esimizga kelmas. Chunki bu so'zlarni biz bittasini tog'idan, bittasini bog'idan qilib, umuman bir-biriga bog'liq bo'lmagan so'zlarni har xil kontekstlardan olib yodlab tashlaganmiz. Aslida esa biz nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, aslida siz mana bu texnikadan foydalanishingiz kerak. Ya'ni bu texnikamiz associative learning texnikasi hisoblanadi. Bu texnikada nima qilasiz? Bu texnikada siz birinchi bo'lib qanaqadir kontekst olasiz. Kontekst nima u deydigan bo'lsangiz, qanaqadir vaziyat. Bu bo'lishi mumkin. Matn bo'lishi mumkin yoki qandaydir vaziyatning o'zi bo'lishi mumkin. O'sha vaziyatda qandaydir matn ichida shu mavzuga mos bo'lgan so'zlarni o'rganasiz. Birinchi qiladigan ishingiz, demak so'zlarni o'rgandik va ikkinchi qiladigan ishimiz esa shu so'zlarning explanation yoki definition izohini yozib qo'yamiz. Tarjimasi emas. Shu so'zning izohini ingliz tilidagi izohini yoki boshqa tilda o'rganayotgan bo'lsangiz, o'sha tildagi izohini yozasiz. Sababi if you forget the word, use the definition instead. Agarda siz so'zni unutib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol uni o'rniga definition bilan shu vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni izoh orqali ham shu vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Va yana bu bitta muhim jihati, you can imagine it. Ya'ni o'sha definition izohini yozgan paytingizda o'sha so'zni siz tasavvur qilishingiz mumkin. Ya'ni tasavvur qilib o'rganishingiz mumkin. Eslab qoling. Inson miyasi, ya'ni bizning miyamiz ko'proq tasavvur qilish orqali eslab qola oladi. Ya'ni oddiygina kontekstda ko'rgandan ko'ra uni tasavvur qilib o'rganish orqali sizning miyangiz ko'proq so'zlarni eslab qola oladi. Va keyin shu so'zni yozdik. Hozir buni misol orqali ham ko'rib chiqamiz. Uchinchi qiladigan ishimiz bo'ladi bizni shu so'zga mos bo'lgan qanaqadir vaziyat yaratamiz. Ya'ni specific situation yaratamiz. Buni nimaga qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, chunki you remember the situations, not the words. Chunki bizning miyamiz qanaqadir vaziyatlarni yaxshi eslab qoladi, so'zlarni emas. Shuning uchun ham siz agar ko'pincha e'tibor bersangiz, qanaqadir yaxshi kuningizni yoki yomon kuningizni yaxshiroq eslab qolishingiz mumkin yoki qanaqadir qiziqarli voqealarni yaxshi eslab qolishingiz mumkin. Endi esa buni qanaqa bajaraman? Xo'p, qoidasini o'rgandim. Endi qanaqa bajaraman deydigan bo'lsangiz, mana shu tablitsa, ya'ni jadval orqali sizga tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib word. Qarang, keling mayli apple, ya'ni olma degan so'zni o'rgandik. So'zni yozdim, apple yozildi. Va shu so'zning endi definition, izohini yozaman. Lekin bu yerda bitta sizga ta'kidlab ketishim kerak bo'lgan muhim jihati bor. Aytishingiz mumkin, mani darajam beginner-ku, qanaqa qilib men definition yozaman deyishingiz mumkin. Mayli, boshlanishda siz ozgina tarjimasi bilan o'zingizga tushunarli qilib yozishingiz mumkin. Lekin endi darajangiz elementary bo'lishni boshlaganidan keyin siz bitta ham tarjimasini emas, faqatgina definition bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Sababi siz definition yozgan paytingizda bitta so'zni tarjimasi, definition yozgan paytingizda shu so'zga yaqin bo'lgan boshqa so'zlarni ham o'rganasiz. Hozir buni sizga isbotlab beraman. Ya'ni, masalan, apple degan so'zning definitioniga qaraydigan bo'lsak, a round fruit with firm white flesh and a green, red or yellow skin deyilgan. Demak, dumaloq meva, firm degani qattiq, qalin, oq, ichida demak mag'zi bor va yashil, qizil yoki sariq rangda bo'lishi mumkin deyilgan. Ko'ryapsiz, bu yerda agarda siz hozir elementary darajada bo'ladigan bo'lsangiz, firm degan so'zni o'rganib olishingiz mumkin. Flash degan so'zni o'rganib olishingiz mumkin. Bitta so'zni o'rganish orqali 2-3 talab yangi so'zlarni ham o'rganib ketyapsiz. Shuning uchun ham definition bilan o'rganish bu suv va havodek bizga juda ham zarur. Endi esa nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, mana shu o'rgangan so'zimizga sizni esingizda qolishiga yordam beradigan qanaqadir vaziyat yaratasiz. Masalan, meni xayolimga shu narsa keldi. Biz yoshligimizda fizika fanini o'qigan paytimizda Newtonning boshiga olma tushib ketadi va shu orqali u gravitatsiya qonunini yaratgan degan qoida esimda qolgan. O'shaning uchun ham shu qoidani men yozib oldim o'zimga. Ya'ni olma degan so'zni eslab qolishim uchun. An apple fell on Newton's head. Ya'ni olma Newtonning boshiga tushib ketdi degan gapni, vaziyatni eslab qoldim. Va mana shu vaziyat orqali menda endi apple so'zi xotiramda yaxshi qoladi. Yoki bo'lmasam, keling, menga yoqadigan eng sevimli so'zlarimdan bittasi Gucci so'zini o'rganamiz. Gucci deganda ko'pchilik xayoliga brend nomi keladi. To'g'ri, bu brend nomini ham bildiradi, lekin uni siz bilmagan juda ham zo'r ma'nosi bor. Ya'ni uning ma'nosi fancy, very fashionable, good, fine, great degan ma'nolarni ham bildiradi. Ya'ni juda ham zo'r, dahshat degan ma'noni bildiradi. Endi mana shu so'z meni esimda qolish uchun definition yozdim. Demak, birinchi so'zni yozdim.
definition yozdim. Endi esa uchinchisiga o'taman. Shu so'zni meni esimda qolishiga yordam beradigan qanaqadir vaziyatni yozib qo'yaman. Masalan, kecha yangi ko'ylak sotib oluvdim va uni kursdoshlarim oldiga kiyib borgan paytimda ular hammasi "Wow, kiyiming rosa zo'r ekan. You look Gucci" degan iborani ishlatishdi menga. Ya'ni kiyiming juda ham zo'r ko'rinyapsan, juda ham yaxshi ko'rinyapsan degan iborani ishlatishdi va shu vaziyatni yozib qo'yaman. Masalan, yesterday I bought a new dress at the shopping mall. Ya'ni do'konda yangi ko'ylak sotib oldim. It was on sale. Demak, skidkada turgan ekan, chegirmada ekan. But of good quality, juda ham sifat yaxshi ekan. I came to the class and my friend looked at me. Men sinfga keldim va do'stim menga qaradi and said, "That's Gucci." Va menga aytdi, "Juda ham zo'r ko'rinyapsan" degan Gucci so'zini ishlatdi. Va mana shu vaziyat orqali endi men so'zni yaxshi eslab qolaman. Bundan tashqari men mana bu yana bitta muhim gapni yozib qo'ydim. Ya'ni I heard that word from my friend for the first time. Bu so'zni men birinchi marta do'stimdan o'rgandim deb yozib qo'ydim. Ya'ni mana shu so'zni eslab qolishimga yordam beradigan vaziyatni aniqlashtirdim. Masalan, siz yangi so'zlarni o'qituvchingizdan o'rganishingiz mumkin. Siz o'qituvchimdan o'rgandim. I heard that word from my teacher deb ham yozib qo'yishingiz mumkin va bu usul orqali so'z yodlashingiz sizni so'zlarni 2 barobar esingizda yaxshi qolishiga yordam beradi. Xo'sh, texnikamiz sizga tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling endi esa ikkinchi eng zo'r texnikamizga o'tamiz. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bu texnikani o'rganib oldim. Endi qanday qilib takrorlayman esimda qolish uchun deydigan bo'lsangiz, hozir sizga zo'r takrorlash texnikasini ham o'rgatib ketaman. Demak, so'zlarni qanday biz takrorlab o'rganishimiz mumkin? Birinchi navbatda, ko'pchilik o'ylaydi, meni xotiram yomon yoki xotiram past degan gaplarni ishlatishadi. Nimaga so'z yodlay olmaysiz degan savol berilgan paytda. Bitta narsani eslab qolishingiz kerak, aslida bizda yomon xotira degan tushunchaning o'zi yo'q. Sababi sizda faqatgina noto'g'ri yodlash texnikalari bo'lishi mumkin. Aslida sizda yomon xotira degan narsaning o'zi yo'q. Sababi chunki bizda ikki xil xotira bo'ladi. Birinchisi bu short term memory, ya'ni qisqa muddatli xotira va ikkinchisi esa long term memory, ya'ni bu uzoq muddatli xotira hisoblanadi. Bularning farqi shundaki, agarda siz biror bir so'zni eslagan, ya'ni yodlagan paytingizda birinchi bu qisqa muddatli xotirangizga tushadi. Mana qisqa muddat davomida eslab qola olasiz. Uni siz masalan 2 oydan keyin yoki 1 oydan keyin ham eslab qolgan bo'lsangiz, ayta olasiz, demak u sizni long term memory, uzoq muddatli xotirangizga tushgan bo'ladi. Endi esa qanday takrorlaymiz degan paytingizda, qanday qilib eslab qolish mumkin degan paytingizda, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu har bitta o'rgangan narsangizni yoki so'zingizni siz kamida 7 marta ko'rishingiz kerak. Bu ilm fanida ham tasdiqlangan. Demak, biror bir so'zni yaxshi eslab qola olishingiz uchun o'sha sizga siz 7 marta duch kelgan bo'lishingiz kerak. Qanaqa duch kelaman deydigan bo'lsangiz, kinoda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, u kimdan eshitgan bo'lishingiz mumkin, kitobda ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa qandaydir video darsliklarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, qanaqadir vaziyatda o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi qiladigan ishimiz esa bu spaced repetition degan oltin texnikadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'pchilik so'z yodlaydi, to'g'rimi? Lekin u sizning miyangizda passive vocabulary, ya'ni juda ham ko'p ishlatilmaydigan so'z bo'lib qoladi. Uni siz active vocabularyga, ya'ni aktiv ishlatadigan so'zga o'tkazishingiz uchun siz qo'llashingiz kerak bo'lgan birinchi texnikasi, bu takrorlaydigan texnikamiz spaced repetition, ya'ni oraliq takrorlash texnikasi hisoblanadi. Buni mana bu sxemaga qaraydigan bo'lsangiz, birinchi yodlagan so'zimiz mana masalan 100%, birinchi yodlagan so'zimizni 100% deb oladigan bo'lsak, bir kundan keyin u so'zni takrorlamasangiz, bir kundan keyin yodlaganingiz 90% ga, 90 emas, даже 80% ga tushadi. O'sha 2 kundan keyin takrorlaganingizda esa o'sha yodlagan so'zingiz undan ham pasayishni boshlaydi. Oxirgi 7 kundan keyin takrorlaydigan bo'lsangiz, 50% dan ham tushib ketishi yoki bo'lmasa umuman esingizda qolmasligi mumkin. Xo'p, bunda nima qilamiz desangiz, yangi so'z o'rgandik. O'rgangan so'zimizni shu zahotiyoq takrorlamaymiz. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin, masalan, 10-15 minutdan keyin takrorlaysiz. Keyin esa 60-50 minutdan keyin takrorlaysiz va 60-50 minutdan keyin takrorlaganingizdan keyin keyingi kuni takrorlaymiz va yana orada ozgina vaqt qoldirib 2 kundan keyin takrorlaysiz. Yana orada ozgina vaqt qoldiramiz, 3 kundan keyin takrorlaysiz va keyin esa
Shu tartibda takrorlab boraversangiz, bu so'z siz miyangizda bir umrga, ya'ni long term, uzoq muddatli xotirangizga o'tadi va bir umrga qolib ketadi. Yana bitta shu yerda qilishingiz kerak bo'lgan muhim jihati bu before bed texnikasini ham qo'llab ketish hisoblanadi. Before bed, ya'ni BB texnika deyiladi bu. Before bed degani uxlashdan oldin takrorlash. Sababi miyamiz uyqudan oldingi voqea hodisani juda ham yaxshi eslab qola oladi. Shuning uchun telefon yoki boshqa umuman gadjetlardan foydalanmagan holatda uxlashdan oldin yangi o'rgangan ma'lumotingizni yoki yangi o'rgangan so'zlaringizni bir marta takrorlab olasiz va keyin uyquga ketasiz. Va yana bitta qilishingiz mumkin bo'lgan asosiy usullardan bittasi flash kartalar yaratish orqali hisoblanadi. Agarda siz flash karta yaratishga erinadigan bo'lsangiz, masalan, qog'oz shaklda qiladigan bo'lsa, bir tarafiga so'z, orqa tarafiga esa uning definition yozishingiz mumkin. Yo'q, men bunday qilishga erinaman deydigan bo'lsangiz, bizda maxsus applar, ya'ni ilovalar bor. Mana shu ilovalardan foydalanib ham yangi yodlagan so'zlaringizni siz terib borib, qaytarib yurishingiz mumkin. Mana shunday ilovalardan bittasi bu Magush ilovasi hisoblanadi. Meni eng yaxshi ko'rgan ilovam, haqiqatda ham foydasi zo'r. Xo'p, endi esa ikkinchi keyingi qiladigan usulingiz bu learning in chunks hisoblanadi. Chunk degani ingliz tilida bo'lak degan ma'noni bildiradi. Ya'ni so'zlarni bo'laklarga bo'lib o'rganish. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bu so'zlarni collocation deb yozaman. Collocation, ya'ni so'z birikmasi tarzida o'rganishingiz hisoblanadi. Sababi agarda siz so'zlarni alohida o'rganadigan bo'lsangiz, u so'zlarni siz speaking ishlatmoqchi bo'lgan paytingizda ma'nosini noto'g'ri ishlatib qo'yishingiz mumkin yoki o'sha so'zni ma'nosini bilmagan holatda boshqa so'z o'rniga ishlatib qo'yishingiz mumkin. Buni oldini olish uchun ham siz har doim so'zlarni collocation, so'z birikmasi tarzida yodlashingiz kerak bo'ladi. Masalan, bitta oddiygina misol orqali shuni ko'rib chiqamiz. Kuchli yomg'ir ingliz tilida qanaqa tarjima qilasiz? Buni men allaqachon ko'pchilik o'quvchilarimdan birinchi marta dars o'tayotgan paytda so'rab ko'rganimda ko'pchiligi aytgan hard rain degan iborani, ya'ni so'zni ishlatishgan. Hard. Chunki ularning xayolida qolib ketgan kuchli degani yoki qattiq degani hard va yomg'irga ham men hard rain desam bo'ladi deb ishlatishgan. Yoki bo'lmasam strong rain deyshadi. Kuchli degan ma'noda strong rain deyshadi. Aslida bu ikkalasi ham xato. Aslida siz heavy so'zini ishlatishingiz kerak edi bu yerda. Heavy rain deb heavy so'zdan foydalanishimiz kerak edi. Yoki bo'lmasam ketdik tez nonushta qilib olamiz deb gap eting deydigan bo'lsam, ko'pchilik fast breakfast deydi. Tez nonushta qilmoq degani fast breakfast deb ishlatishadi. Aslida bu ham noto'g'ri. Aslida esa siz bu yerda fast emas, quick so'zdan foydalanishingiz kerak edi. Let's have a quick breakfast deb ishlatishimiz kerak. Va yoki bo'lmasam, men seni his-tuyg'ularingni men seni dilingni og'ritmoqchi emas edim degan gapni tarjima qiling desa, ko'pchilik buzmoq, og'ritmoq ma'nosi damage fe'lidan foydalanadi. Masalan, I didn't mean to damage your feelings. This is bu g'irt noto'g'ri gap bo'lib qoladi. Sababi damage asosan narsalarga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun bu yerda biz damage emas, hurt fe'lidan foydalanishimiz kerak. Ya'ni I didn't mean to hurt your feelings deb ishlatishimiz kerak edi. Ko'ryapsizki, biz ishlatmoqchi bo'lgan hamma so'zlarimiz ham ba'zida boshqa so'zlar bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun ham ularni collocation tarzida yodlashingiz kerak. Collocationlarni qayerdan olaman deydigan bo'lsangiz esa, bularni albatta kontekstdan olishingiz mumkin. Ma'lum bir kontekst, ya'ni matnlardan o'rganishingiz mumkin. Uchinchi eng zo'r texnikamizni esa alohida bitta video darslik qilib yozganman. Uni ham YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Hozir esa sizga bitta zo'r yangilikni bo'lishmoqchiman. Action kursimiz zerinkali grammatikasiz, qiyin uyga vazifalarsiz 2 oy ichida darajangizni bemalol B2 ga chiqishingizga yordam beradi. Bu kursda o'qish orqali o'quvchilarim 2 oy ichida darajasini IELTS dan 6.5 kerak bo'lsa undan 7 ga ham oshirishgan. Siz ham bemalol 2 oyda darajangizni, barcha skilllaringizni birgalikda rivojlantirgan holda B2 ga olib chiqishingizga men kafolat beraman. Sababi birinchidan menda 12 yillik tajriba bor hamda o'quvchilarim shu kunga qadar o'zlari xohlagan va men xohlagan natijaga erishib kelishgan. Agar siz ham birinchi moduldan zamonlarni chalkashtirmasdan ishlatishni va kundalik muloqotda erkin suhbat qura olishni xohlasangiz, unda sizni Action kursimga taklif qilaman. Kursni sotib olgan har bitta o'quvchiga esa darsni boshida aytib o'tganimdek $200 ga teng bo'lgan speaking kursi hamda Iman Ahmedovnaning dangasalikdan xalosman kursini bepulga sovg'a qilamiz.
Action kursiga katta chegirmada yozilish hamda bonus kurslarni qo'lga kiritish uchun hoziroq video opisiyasidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting hamda adminga nappa so'zini yozib yuboring va sizga katta chegirmani qilib berishadi. Qo'shimcha bepul darslar uchun esa hoziroq yopiq kanalimga o'tib oling. Ha aytgancha ingliz tilini tez va zerikarli metodikalarsiz o'rgatadigan darsliklarim ko'p. Buning uchun menga hoziroq obuna bo'lib qo'ying.